Hello guys, our today's topic is shopping. Demak, bugungi mavzuyimiz shopping, ya'ni do'konlarda xarid qilish. Biz do'konga kirganimizda biror narsaning narxini so'rash uchun buni narxi qancha, bu qancha turadi degan so'zlardan foydalanamiz. Lekin bu ingliz tilida qanday aytiladi? Demak, how much is this? Yoki how. Mana shu yerda o'zingiz bilgan so'zni o'ylab kommentariyaga yozib keting. Demak, biror narsani o'lchamini so'rashimiz uchun esa sizda buni o'rtacha o'lchamligi bormi, sizda buni kichik o'lchamligi yoki sizda buni katta o'lchamligi bormi so'zlarini ishlatamiz. Buni ingliz tilida qanday aytiladi? Birinchi bo'lib, biz katta o'lchamdagi narsani so'rashimiz uchun do you have this in large? O'rtachasi uchun do you have this in medium? Yoki bizga kichkina o'lcham kerak bo'lsa do you have this in small? Endi esa bizda har xil to'lov turlarini aytishimiz mumkin bo'lgan so'zlar ham bor. Bular cash naqd pul, card karta, sale bu chegirma. Agar biz mahsulotni qaytarishni yoki almashtirishni xohlasak, I would like to return this. Men buni qaytarishni xohlayman yoki I would like to change this. Men buni o'zgartirishni yoki almashtirishni xohlayman. Misol uchun, hello, how much is this? Do you have this in medium? I would like to pay in cash yoki I would like to pay in card. Bugungi mavzuyimizda o'rganmoqchi bo'lgan so'zlarimiz shulardan iborat edi. Bye.